Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo shopping udamiz. Andijon Sharxon mol bozoridan bu videomizda xo'sh katta novvoslar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib borlar, video like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 14-aprel 2026-yil. Xohlasa ko'proq kuzatishga novvoslar savdosini ham, kilosini ham necha puldan bo'layotganligini, turishiga ham bo'layotganini ko'rsatib o'tamiz. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora otda rasm bor, dehqonchilik ham, tirikchilik ham oz-moz pul yo'q qo'ygan. Yozmoqchi bo'lsalar shunaqa yozasizlar, aniqroq yozishlaring kerak. Topmoqchi bo'lsalar kommentariyaga silkani tashlab qo'yamiz. O'sha silkani bosib o'tsangiz ham bo'ladi. Tashlamoqchi bo'lsalar menga tashlaysizlar. Undan 2000 tadan oshiq odam bor, bemalol tashlayverasizlar. Xohlasa qana bo'lsam boshlardik. Neç pulga sotilibdi novvos bildingizmi? Novvos bildingizmi? Neç pulga? 61 millionmi? Qani ekansiz? Ketdin ekansiz. Necha kilo chiqdi? 468. Sotilgani 468 kilomi? 460 kilo kelgan. Ha bunisini hozir bilamiz. 61 millionga sotilgan novvoslarni. Necha kilo chiqdi? Neç kilo çıktı? 418 kilo geldi. Hozirgisini aytganmiz. 418 kilo bu ikkinchisi chiqdi. Qiziqqonlarga to'g'ri xizmatlari bor, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana vodiy bo'ylab agar ko'p bo'lsa, masalan Sharxon bo'ylab, shu atrof bo'ylab xizmatlar bor ekan. Telegram asoslar ham bor, telefonga tusharasiz. Mol sotildimi yo'qmi bilamiz. Sotilibdimi bu? Nech pulga? 70 Necha kilosi? 67 mingdan kiloga sotilibdi. Chiqqan pulidan 100 ming so'm skitkasi bilan sotilibdi. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Necha kilo chiqdi bildinglarmi? 347. 347 kilo chiqdi. 67 mingdan sotildi. 100 ming so'm skitkasi bilan 347 kilo bo'lsa. Yaxshi. Necha kilo chiqdi? Necha puldan sotildi? 58 skitkasi yo'q. 508 kilo kelibdi. Xonajin ekan. 58 mingdan kiloga sotildi. Ammo yaxshi temirgan ekan. Necha puldan bo'lyapti? Nerede endi? Sotildi? Skitkasi 66 dan sotildimi? Skitkasi bormi? 5 kilo. Sanjaraga ashimsay? Bormisay? Assalomu alaykum. Xo'sh, 5 kilo skitga 66 mingdan baraka bo'ldi. Kilosini bilamiz. Zohid aka. Xo'sh, necha kilo chiqadi taxmin qilsa bilaman? 500 tepasidan. 20 chiqadimi? 20 chiqib qolar-a? Ko'ramiz. 510 mi yo'q? 510 bilan 520 atrofida novvos bo'lsa kerak. Omaya go'shtdor novvos ekan. Ishqon so'ray. Necha kilo? 490 kilo. 490 kilo ekan. Adashibdi. 490 kilo. 490. Ishqon so'raydi. So'rang. Go'sht ko'p lekin. Go'sht ko'p. Chetdaman molim bor. Necha puldan bo'ldi? Turishiga sotilibdi. 19 million 700 mingga. Bahman ovoz endi bilamiz necha chiqadi ekan. 334 kilo keldi. 334 kilo 19 million 700 mingga baraka bo'ldi. Necha bo'lyapti? 37 bo'lyaptimi? 37 million bo'lyapti. 37 million so'm shu novvos turishiga savdosi bo'lyapti. Endi kilosi lekin kattaroq. 550 atrofida novvos. Bu Bahman novvos ekan. Savdosi bo'ptimi? Buni bilmadilar. Bilmadim. Necha pulga savdosi bo'lyapti?
67,5 ming taroziga so'rayapti. 67,5 ming, sitkasi yo'q. Beskitka 67 million, 67.500 so'mdan sitkasi yo'qqa savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'ldimi novosda? Bo'lganmi? Necha bo'lyapti savdosi? 90 million jupimi? Kilogachi? Bo'yi o'lchab Turishiga bo'lyapti. Ozgina ovoz sotilgan. 90 million sementlar Rossiyadan kelgan o'xshayapti. Katta novoslar. Bo'ylari 1.45-1 litr chiqadigan. Kuraklari bormikin? Kuraklari bo'lsa kerak endi bular. Ozmos qoldimi shu 90 ga? 90 ga ozmos qoldimi? Necha pul baho aytyapsizlar? 50 dan deyapti. 50 dan 100 million so'm baho aytilyapti. 90 million 45 dan donasi savdosi bo'lyapti. Kiloga qo'yilganmi? Kiloga qo'yilgan. Bizga o'ylanasiz birga. Bo'lyaptimi, bo'ldimi? Bo'ldi. Sotilgan hali? Yo'q, yo'q. 37 million so'm savdosi bo'lyapti. Kilogacha aka? Har bir 66 ming, 67 ming. Baland 67 duri bo'lyapti. 67 million so'm kiloga bo'lyapti. Turishiga ham aytildi. Yo'q. 35,5 million so'm savdosi bo'lyapti shuni ovoz. 35,5 million so'm bo'lyapti savdosi. Assalomu alaykum. Bergu. 35,5 bo'lyapti. Shunga 35,5 bo'lyapti. Bo'yi 1.35 da turadi chiqadi. 1.35 dan ozgina oshiq bo'lsa ham kerak. Uzun bo'ladi. 18,5 millionga sotilibdi. Arzon rosa. Kattaroq ovoz. 18,5 million. Bu ham sotilibdi. 15 million sotilibdi, bilmadingizmi? 28 ga baraka bo'ldi. Sizdan necha pul bermadingiz? 34 millionga. Bunisi 28 ga sotilibdi. Bu 34 million so'm savdosi bo'lyapti. Bu endi kattaroq. $65 milyon so'ram. 65 million so'm. Qaysi kelasini? Bu kelasini. Shu kelasiga 65 million so'm. Bular endi kattalari deyarli. Bular kattalari. Optimigacha aka savdosi bo'ldimi? 30 milyon 300 milyon so'ram. Son nechta? 7ta. 7ta. 7tasi 30 million 300 ming so'mdan savdosi bo'lgan. Biri boshimi bor? Birinchisi shu bo'lsa 7tasini. Qiziqqanlarga nomer aytilaverami? Aytavering. 33lik 919 51 Telegram WhatsApplar bor. Savdogarlardan dastlabki ham iloji bor. Manzil qaydada? Qo'shtepada. Oltinko'l. Andijon, Oltinko'l, Qo'shtepa mahallasi. Qiziqqanlarga 7tasini soni aytildi, 2tasini ham bahosi aytildi. Bo'ylari 1.30, kilolari qo'yish uyiga 470 dan kelami? 55 60 455 atrofida kilolar qo'yish uyiga. Rahmat aka. Sizlardan aka. Savdosi bo'ldimi? 90 milyon beryapti. Shundan boshlab 1 2 3 Avliko'l 3-si 90 million 30 milliondan qo'yish uyiga bo'lyapti. Endi uchalasi ham paroda. Mana o'sa Angus bo'lsa, bo'lsa Avliko'l. Bu endi semishni qanday endi? Kilolar necha kilodan chiqadi ekan? Qo'yish uyiga 450 dan aylanadi. 430 dan oshiradi, 430 dan oshiq o'xshayapti mana ular. Mo'y kichikroq lekin. Qiziqqanlar nomer aytlam. Sog'ligida rahmat o'zingiz bilasiz. Bo'ylari 1.20 bilan 1.25 atrofida. Yoshlar endi 1.5 yosh atrofida ovoz. Rasabaqa qadimiy payt kiygan, mana u ham formasi zo'r ekan. Qirg'izistondan kelgan ekan. Tamg'alar shunaqa deyapti. Tagi ham menimcha Qirg'iziston bo'lsa kerak. Mollar lekin terilib turasi. Ularda sut emgisi ham bor, sutdan chiqarib 2, 3, 4, 5, 6 oygacha. Xo'sh, hozircha bu yerda kattalari bo'lsa, qiziqqanlariga kichkinalari. Hozir bular 11, 13 oy bilan 11 oylik
novvoslar zotga tozami? Necha puldan bermaysiz aka? 38,5 40. Narigisi 40 million so'm savdosi bo'lgan, bunisi 38 million so'm savdosi bo'lgan. 38,5. 38 ham, jupiga 78 ham bo'lyapti. Jupiga arzonroq bo'ladi, olsa kelishlar. Ha, bo'ylari 1.35 bilan 1.40 turadi. Endi veslari 500 da turib chiqadi. Taxmin 470 dan oshiradi. Qiziqqanlarga hozircha bu yerda ikkita haligi qo'yishga tayyor zotga deganlarga yoki kichikroq kerak deganlarga kichikroq ham bor ekan. Nomerni ayting aka. 94. 94 499 02 01. 00. Ha, 00 oxiri. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Kichinlari xunajimi, novvosmi? Hammasi novvos. Sizda novvos bo'ladi ko'proq? Xunajilar ham bo'ladimi? Yo'q. Faqat novvos. Zotga deganlarga kichikroqdan ham, kattarog'idan ham bo'ladi. Aloqa chiqasizlar. Mag'londa shahar, ha? Manzil. Limuzin ham bormi? Tozasimi limuzinda? Akamizdan limuzini ham qiziqqanlarga limuzindan ham bor deyilyapti. Salom. Mana kattaroq. Puli ham o'z uchun oshiqroq ekan. Bular sizdan emasmi? Sizniki ham? Sotyapman. Qancha sotdingiz? 32. 32 sotdingiz. 32 yarimga sotilgan 13 oylikmidi? Buni to'xtang, nomeringizni ham aytamiz. 13 oylik semental, bo'yi 1.35 atrofida 32 yarimga sotilgan. Qiziqqanlarga shunaqa novvoslar bo'ladi. Nomerni ayting. 91lik. 725 2777 ga telefon qilsalaring bo'lib turadi shunaqa novvoslar. Boqshamolda, Andijon Boqshamolda shu novvos sotganlar deganlar nomerlarini oldik. 32 million 500 ga baraka bo'pti. Ishlashmi? Sizdan aka bular? Aka to'layvermayman. Sizdan? Qo'yaylik. Bo'ldi aka. Necha puldan bermadinglar? Bu Greenford bizniki aka. Aha. Rossiyskiy. 30 million kami bor deyapmiz hozirroq. Rossiyadan keyin sirg'alar bilan turibdi. Greenford 30 million baho aytildi. Savdosichi aka? 26 yarim beryapti. Qo'shganga sotiladimi, yosh pulgami? Sotamiz. Qo'shganga sotiladi. Rosa baqani payt kelibdi. Bo'ylari 1.25 atrofida chiqadi. Yoshlari 1.5 yosh bo'lsa kerak. Taxminan shunaqa endi. Qiziqqanga nomerni ayting. 90lik 542 3313 Yashurdan chiqqan behijoblar. Yashidan chiqqan. Sirg'alari ham rus. Omma yeyish haqiqatda zo'r bo'ladi. Mol formalari ham zo'r ekan. Sirg'alari ham rus. Rossiya sirg'alar bilan turibdi. Ma'lumot aytildi. Bo'yi 1.25 atrofida. Xo'sh, birinchi shvedlar ko'rsataylik. Shvedlar necha puldan bermaysiz aka? Aka 27 ga bo'lsa dastlabkasi ichida olib beramiz. Savdosini aytib beraylik. 26 yarim qildi. 26 ham savdosi bo'lgan. Chiqmadi bermadik. 27 bo'lsa vodiy bo'la dastlabkasi ichida yetkazib berilaveradi. Bo'yi 1.25 atrofida, taxmin kilosi qancha chiqadi ekan? 400 kilo yaqin akam. 350 dan oshirilgan aniq. 380 dan ham oshiq javob. Ushlangan. Kichinasicha aka? 23 qildi aka buni. 23. Buni ham dastlabki qilib berilaveradi. Qo'shganga faqat hozirgi savdolarga. Ha. Bo'chi Rossiyadan kelgan. Hayot aka, Rossiyaga necha pul bermaysiz aka? 42 million so'rashi baland aka. Balanti 42 million so'm zotga bo'larmikan? Qo'rada. Hali kira yo'q. Yo'q, go'zal aka. Qiziqqanlarga uchrasiga bitta nomer aytilammi? 88lik. 88lik. 981 9707. Aloqa chiqarsa dastlabkasi ham bor. Bemalol. Telegram, WhatsApplar bor. Manzil qayda aka? Andijon Boqshamol aka. Boqshamolda. Qiziqqanlarga umuman rosa baqaning payt kelibdi shuni ovoz. Yelkalar ochilibdi. Kurak yo'qdir-a? Go'zal. Kurak yo'q. Buni ham ko'rib bering. Turib joy ekan. Rossiyadan keyin mashmoli. Umidlarni ham yoritib qo'y. Ha, bu ham zo'r ekan. Turib joy ekan. Necha puldan savdosi bo'ldi? 25. Qo'y suyiga. Hammasi. Optimaga 25 milliondan 4 tasini savdosi bo'lgan. Bu yerdan hozir hammasi Rossiyadan keyin ekan-a? Rossiyadan keyin ekan. Avliko, Angus, Qirg'iz, Lekin sirg'alar Rossiyaga sirg'alar turibdi. Hammasida privaz chetdan kelgan. Yoshlar 1.5 yosh atrofida qo'y suyiga 350 dan aylanami? 350 kilodan aylanami? Taxminan bo'lar 25. Nomerda ayting qiziqqanlarga. 99lik 516 516 72 73 77 73 Telegram va emaillar bor. Manzil Andijon Sharxonda savdogarlardan katta novvos olaman sotaman deganlarga chiqishaversinmi? Sizda olaverasiz, to'g'rimi? Semiz novvos sotaman deganlar telefon qilsa kelishiladi. Agar shu atrof bo'lsa, olaman deganlarga yetkazib berishlar ham kelishaveradi. Shunaqa novvoslar bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Necha pulga sotildi?
28 million 300 ming so'm. Shuni ovoz barakasi bo'ldi. Bo'ydon ovoz ekan. Yoshi endi 1 yoshdan endi o'tganga o'xshayapti ovoz. Yosh ekan, ha? Shved. Oyoq qo'li uzun ekan, katta ovoz bo'ladi. Taqvot ekan. Bo'y 1.30 batir, 28 million 300 mingga baraka bo'ldi. Buni ovozini nechga sotildi ekan? 28 million 600 mingga bunisi baraka bo'ldi. Bular nechga bundan sotilibdi, bilmadingizmi? 28 million 600 baraka bo'ldi. Sizdan shu o'tdi, shu o'tadi.